tanga tashlayotgan. Tanga. Tanga da berilgan. Mana 40 qiz degan yer ekan. Dam oladigan yerlar ham bor ekan mana. Yer chuqurga tushib ketdi. Bu yerda biz managa ziyoratgohimiz bor, buloq. Bitta yerga o'xshagan mana hamma yerda mana toshlar orasidan buloqdan suvlar otilib chiqib turadi. Nima olsa bo'ladi mana. Ha? Voy, kimlardir latalar, narsalar bayralar. Bu anaqa tanga tashlaydigan ekan. Tangani teraylikmi endi? Ha, ala. Kagira odamni ham bor aka. Tanga teradi. Mana niyat qilib taylagan mana tangalar. Suv tagida ham bor tanga. Tiqilyapti. Nima şeyde olamiz. Archa ham bor ekan. Bir uyga archa ekib qo'ydim, buni qolib ketdi. Bismillah. Ha, o'sha aytadi. Hali bunda kiranda shu olay bellarga. Men buni YouTube'ga qo'yaman endi, iloji yo'q buni. Olmaliq shahar MOF 3. Shundoqqina yonboshida 40 qiz degan mana ziyoratgoh bor ekan. Suv buloq suv mana toshlar orasidan chiqib kelyapti, mana xarsang toshlar. Mana ajoyib to'g'ri qilib qilingan ekan. Buloq. Suv shunaqa tiniq, o'ta zo'r. Darochkalar o'ta did bilan qilgan ekan, taniq qilib. Mana suv. Bu yerda yozlar asa issiq bo'ladi, shu paytda tushib, karavot qo'yib yotadigan. Baliq ham tiqilyapti kerak-da.